Assalomu alaykum hurmatli fermerlarimiz, dehqonlarimiz, chorvadorlarimiz. 2026-yil 11-fevral kuni yana sizlar bilan ko'rishib turganimizda benihoyat xursandmiz. Sizlarga gibrid tarvuzlarimizni sezoni o'tyapti. Endi sortlar bilan qisqacha tanishtirib o'tamiz. Sortlarda bizda Genetic Seeds kompaniyani Baron, Genetic Seeds Manchester, Grow kompaniya Big Boss, Grow kompaniya Atlas, Avalon kompaniya Super Bomba, Avalon kompaniya Avo Producer tarvuzlarini sizlarga taqdim etamiz. Bu tarvuzlarimiz ob-havo, issiq ob-havo sharoitlariga juda ham chidamli, stress ustuvchi tarvuzlarimiz. Paleyni zo'r otadi va hosilni o'z tegiga bekitadi va ildiz sistema juda ham zo'r rivojlangan. Paley juda ham qalin bo'ladi. Paley qalin bo'lgandan keyin oziqa olish ba'zida juda ham yiriklashadi. Keyin yana bitta narsani eslatib o'tamiz. Biza Genetic Seeds kompaniya, mana Holler Seeds, mana Genetic Seeds kompaniya. Biza Primoy joyidan shartnoma qilib, Primoy olib kelamiz o'zimiz. Bizning mahsulotlarimiz hech kimdan sotib olinmaydi. Biz o'zimiz olib kelib, o'zimiz sotamiz. Narxlari bo'yicha qiziqadigan bo'lsanglar, pastki raqamlarga murojaat qilinglar va Telegram kanallarimizga qo'shilinglar. Sizlarga rahmat. Bizlarni kuzatishda davom etinglar. Genetic Seeds faqat original mahsulot bilan ishlaydi. Sizlarga rahmat.